Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Dolzarb mavzu ko'rsatuvining yana bir soni efirda. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligiga bag'ishlanadi va ayni kunlarda o'sha mana shu bayram munosabati bilan biz suhbatni tashkil etdik va bugungi mavzuyimizda aynan yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning insonparvarlik ahamiyatlari qolaversa hayotiyligi haqida gaplashamiz va bu fikrlarni tahlil etish uchun biz ekspert sifatida Andijon davlat pedagogika institutining professor o'qituvchilarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Dasturimizda xush ko'rdik. Bugungi mavzuyimiz ayni manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, chunki konstitutsiya har bir inson uchun yashashi, hayot kechirishi, kelajagi uchun muhim hujjat hisoblanadi. Va o'sha xalq konstitutsiyasi deb keyingi yillarda, keyingi yangi O'zbekiston islohotlarida aynan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga nisbatan aytildi mana shu atama. Nima uchun xalq konstitutsiyasi deyildi va xalq konstitutsiyasi deyilishiga asos nima deydi? Fuqarolarni davlat oldidagi ishtirokini, ochiqlikni va ularni o'sha bugungi kundagi islohotlarga daxldorligini qanchalik ta'minlaydi? Savolingiz juda ham o'rinli berildi. Ya'ni fuqarolarni aynan qonun ustuvorligi yoki konstitutsiyada belgilangan normalarni ishlashi, unga aloqadorligi, daxldorligi to'g'risida ko'p gapirish mumkin. Avvalo, konstitutsiyani qabul qilish arafasidagi demak mulohazalar, keng jamoatchilikni yangilanayotgan konstitutsiyani kutib olishi, unga munosabat bildirish ham o'zgacha kechgan edi. O'sha joylarda juda ham ko'plab tadbirlarda ishtirok etganmiz. Hop, ma'ruzalar bilan qatnashganmiz va har bir fuqaro aynan yangilanayotgan normalarga qiziqish bildirgan. E'tibor beradigan bo'lsak, avvalgi konstitutsiyada bir oz demak nazardan chetda qolgan jarayon bor edi, ya'ni mehnat qilish. Har bir odam erkin mehnat qilish huquqiga ega. Endi yangilanayotgan konstitutsiyada shu umumiy xalq muhokamasiga qo'yilyapti va bu bir ovozdan qo'llab-quvvatlanyaptiki, ya'ni homilador ayollarga ham aynan mehnat bilan ta'minlash, ish berish va ularni demak mehnat qilishini konstitutsiyaviy kafolatlab qo'yish ham alohida e'tiborga molik. Yoki savol ko'payib qoldi oxirgi yillarda, ya'ni nodavlat oliy ta'lim dargohlari, maktabgacha, maktab ta'limi va oliy ta'lim muassasalarini faoliyati ko'payib borayotgan bir davrda aynan bizga qonuniy bir masala kerak edi, qonuniy bir ijro kerak ediki, ya'ni ularning huquqiy asosi, ya'ni xususiy oliy ta'lim taqdiri qanday bo'ladi? Va bu muammo ham konstitutsiyada qo'yildi va keng jamoatchilik bunga fikrini bildirib o'tdi. Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha sifatida yana aytaman, ijtimoiy davlat maqomi kiritildi. Demak, O'zbekiston demokratik davlat, O'zbekiston huquqiy davlat va ijtimoiy davlat. Bitta moddada yana odamni bir kayfiyatini ko'taradigan, xalqchilligini isbotlaydigan norma turibdi. U ham bo'lsa, har bir shaxs uy-joyli bo'lish huquqiga ega. Bu avvalgi konstitutsiyada yo'q edi. Bor edi, har bir shaxs mulkdor bo'lish huquqi ega ekanligi belgilangan, lekin uy-joyli bo'lish huquqi kafolatlangan emas. Bundan shuni anglash mumkinki, O'zbekistonda mana 38 millionga yetgan aholisini ijtimoiy, milliy qadriyatlari hisobga olindi. Demak, bizda bir qoida bor, o'g'lim ulg'ayding, sen vatanli bo'lishing kerak degan ota-bobolarimiz bir hikmatli so'zlari bor. Va buni xalqchil konstitutsiyamiz e'tibordan qochirmadi. Bugungi kunda har bir fuqaro demak, avvalo o'zini mehnati bilan davlat subsidiyalari va imtiyozli kreditlar asosida uy-joyli bo'lish huquqiga ega. Shu bilan birgalikda bo'sh ish o'rinlarini ta'minlash maqsadida o'sha xususiy sektorda faoliyat olib borayotgan, uy-joy qurayotgan tadbirkorlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash ham kun darajasiga, kun masalasiga ko'tarildi. E'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yuqoridagi fikrlarimizni isbot sifatida xalq konstitutsiyasi. Sababi O'zbekiston Respublikasidagi mavjud qonunlarni senatorlar, parlament a'zolari tasdiqlaydi va u o'z ijrosiga yo'naltiriladi. Vazirliklar tomonidan ijrosi ta'minlanadi. Qaysidir ma'noda shaxsning imzosi aks etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi esa xalq tomonidan qabul qilindi va xalq o'z manfaatlarini, haq-huquqlarini, orzularini o'zi uchun o'zi belgiladi. Jumladan
e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai. Bundan kelib chiqib aytishimiz kerakki, xalq hokimiyatini birdan-bir manbaiga aylanish uchun uni erkin ovozi kerak bizga. Aynan yangilangan konstitutsiyada ustozimiz aytgandek, o'sha ommaviy axborot vositalarining erkinligi, shu bilan birgalikda fuqarolarni siyosiy erkinligi, saylash, saylanish, ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilish erkinligi ta'minlandi. Shu o'rinda faqat ta'minlanishi emas, amaliyotda joriy etilishi, bugungi kun holat haqida biroz gapirsak, ya'ni 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan konstitutsiyamiz oraliq 2 yil muddatda o'zini oqlayaptimi yoki umuman normalar ishlayaptimi degan savollar juda ham ko'p. Albatta bunga biz ha deb javob beramiz, chunki men ustozimiz hozir ilm fan haqida gapirdi. O'tgan haftada prezident tashrifi Toshkent viloyatiga bo'lgandi va sun'iy intellektni rivojlantirish va o'sha rivojlangan davlatlarni IT texnologiyalarini O'zbekistonga joriy qilish, ilm fanga joriy qilish masalasi. Endi yoshlar uni qanday qabul qilyapti? Bugungi kunda yangi o'sha texnolog yoshlarimiz, ijodkor yoshlarimiz yetishib chiqyapti. Shu bilan birgalikda yoshlar siyosiy faolligi oshyapti. Fuqaro reaksiya bildirishni boshladi. Fuqarolik pozitsiyasi faollashdi. Bu konstitutsiya huquqiy asosni yaratib beryapti. Bunga javoban xalq demak o'zini ovozini erkin bildira oldi. Jumladan mana kechagi kundagi ommaviy axborot vositalaridagi siyosiy jarayonlar, ekologik vaziyatga munosabat, buni rahbariyatni xatti-harakatlari-yu fuqarolarning munosabati. Fuqaro reaksiyani bildiryapti, qarshi yoki qo'llab-quvvatlashini bildiryapti. Bunda ommaviy axborot vositalari o'zini faoliyati nuqtai nazaridan ochiq, shaffof yoritib beryapti va demak qaysidir joyda xato qilingan bo'lsa, vaqtida to'g'rilanyapti va bu xatolardan demak to'g'ri xulosa chiqarilyapti. Bu shuni tasdig'ini topadiki, konstitutsiya xalq konstitutsiyasi. Konstitutsiyani ishlash mexanizmlari hammamizga bog'liq. Ya'ni konstitutsiya belgilandi, yozildi va targ'ibot komandasi targ'ibotini uyushtiryapti. Demak, huquqiy madaniyat, huquq savodxonlik va aynan yoshlar faolligi. O'zbekistonda aksariyat aholi yoshlardan iborat ekan. Yoshlar ijtimoiy siyosiy jarayonlarga faol bo'lsa va o'zini ovozini bera olsa. Bitta muammo, hurmatli tinglovchilar, e'tibor berishimiz kerak. Qonun bor, faqat uni qo'llab-quvvatlash, uni ishlatish siz bilan bizga bog'liq. Faxrlanamiz, biz shu aziz vatanda fuqarosimiz, bizdan so'rayapti fikr va biz buni ishlayapmiz. Yana e'tiborli tomoni, davlat xizmatlarini yagona bir tizimda birlashganligi. Demak, fuqarolar ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega. Bu oldin ham bor edi. Hozirgi konstitutsiyada yana mustahkamlan, lekin amaliy jarayon esa bugun o'zini tasdig'ini topyapti. mygov.uz portali. Barcha davlat xizmatlari integratsiyalashdi. Demak, tug'ilishdan tortib o'limgacha yoki o'sha davlat xizmatlarida barcha sohalarga ariza va shikoyatlar o'zini uyidan chiqmasdan. Bu avvalo hukumatni yaratib bergan imkoniyati va aholini bilimdonligi va jamiyatning rivojlanishi. Yana bitta alohida norma bor. U ham bo'lsa, har bir fuqaro internetdan foydalanish huquqiga ega ekanligi konstitutsiya norma sifatida berildi. Ochiqlik. Demak, internetdan foydalanish bugun qaysidir mana tor doirada emas, ilm fan, yutuqlar, mana sun'iy intellektni faollashi yoki jahon reytingidagi xalqaro kutubxonalarga qabul qilinishi yoki masofaviy ta'limni joriy qilinishi, bu ham amaliy, ham o'zi o'sha nazariy jarayonda konstitutsiyani ishlayotganidan dalolat beradi. So'zimiz, suhbatimiz yakunida bir narsani aytmoqchiman. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosan bosh qomusimiz hisoblanadi va u nafaqat kelajagimiz, balki o'sha tug'ilajak farzandlarni hayotini ham hal qiladigan muhim siyosiy hujjat hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan mana shu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalq konstitutsiyasi, xalqchil konstitutsiya deb aytilyapti va eng muhimi xalqni yashash turmushidan tortib uni ilm olishi va qolaversa boshqa yutuqlarga erishishi, huquqlarini himoya qilinishi aynan mana shu muhim hujjatda belgilab qo'yilgan. Biz esa unutmasligimiz kerak, davlat tomonidan huquqlarimiz kafolatlanyaptimi? Biz ham burchlarimizni bilishimiz zarur va O'zbekiston siyosatida, taraqqiyotida o'zimizni muhim pozitsiyamiz borligini unutmasligimiz zarur va davlat rivojida faqatgina mas'ullarning roli emas, aynan xalqning roli muhim ekanligi e'tiborga loyiq va bunda o'zimizni o'sha qarashlarimiz
ma'lumotlarimizni, bilimimizni, ilmimizni, tashabbuslarimizni berib borishimiz zarurati bor. Sizlarga bugungi suhbat uchun, mazmunli tahlillar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bu teletomoshabinlarimiz uchun bir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Dolzarb mavzu ko'rsatuvi edi. Bugungi bizni ekspertlarimiz, suhbatdoshlarimiz Andijon davlat pedagogika institutining professor olimlari bo'ldilar va dasturimiz ayni daqiqalarda nihoyasiga yetib bormoqda. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.